Assalomu alaykum pazanda qo'llar, o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda juda ham mazali, tayyorlanishi oson, ko'rinishi ham juda ham chiroyli bo'lgan afg'oncha osh tayyorlashni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi kerakli masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Bizga go'sht kerak bo'ladi. 500 grammdan 1 kilogacha ishlatamiz. Men 700 gramm go'sht ishlatdim. 4 dona piyoz, 1 kilogramm qizil sariq sabzi, 1 kilogramm lazr guruch yoki basmati guruch ishlatamiz. Men lazr guruch ishlatdim. Bir siqim mayiz, bir siqim bodom, bir siqim xandon pista ishlatamiz. Hamma masalliqlarimizni to'g'rab tayyorlab olamiz. Sabzilarimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Piyozimizni pare shaklida to'g'rab olamiz. Go'shtimizni yirik-yirik qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Go'shtimizni tuz sepib tuzlab oldim. Qozonimizga yog' solamiz. Jami 350 gramm yog' ishlatamiz. 300 grammini qozonga solamiz. 50 grammini olib qo'yamiz. Qizigan yog'imizga to'g'rab olgan piyozimizni solib qizarguncha qovuramiz. Mana qizargan piyozimiz ustidan go'sht solib, go'shtni ham yaxshilab qovuramiz. Piyoz kuyib ketdi-ku, hidi kelib qoladi deb o'ylamanglar, hidi kelmaydi. Oshimizning rangi juda ham chiroyli bo'ladi. Yaxshi qovurilgandan keyin bir dona to'g'ralgan qizil sariq sabzini solib, yana qovurishda davom etamiz. Bir dona qizil sabzi, bir dona sariq sabzi to'g'rab olib solamiz. Bir osh qoshiqda tuz solamiz, qovuramiz. Mana yaxshi qovurilib oldi. Sabzilar ham yaxshi qovurildi. Endi go'shtimizni yaxshilab yopgunicha suv qo'yib olamiz. Baland olovda qaynatamiz, zira solamiz, keyin pasaytirib 25-30 minutga qaynatamiz pastroq olovda. Boshqa idishimizga olib qo'ygan 50 gramm yog'imizni solib qizdiramiz. Qizigandan keyin qolgan sabzilarimizni solib olamiz. Qovuramiz, aralashtirib turamiz. O'rta olovda bodom solamiz. Xandon pista, mayiz, 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz solamiz. 5 minut qovurib olamiz. Qopqog'ini yopib 10 minut pastroq olovda dimlab qo'yamiz. Endi guruchimizni evitib olamiz. Guruchimizga yarim osh qoshiq tuz solib aralashtirib, ilig'idan issiqroq suv solamiz. Guruchni yaxshi yopgunicha aralashtirib olamiz. Qopqog'ini yopib 20 minutga dimlab qo'yamiz. 20 minutdan keyin yuvib tozalab, guruchimizni solib olamiz. Bir tekisda qilib solamiz. Suv solib olamiz. Barmog'imizni birinchi bug'umi qator qilib suv solamiz. Kamlik qilsa yana keyin solsak ham bo'ladi. Suv solganimizdan keyin guruch suvlarini o'ziga tortgunicha aralashtirib turamiz. Shunda guruchlarning hammasi bir xilda pishadi. Mana suvlarini tortib tayyor bo'ldi. Endi esa suvini tortganini tekshirib ko'ramiz. Mana shunaqa guruch ustiga urganimizda pok-pok degan ovoz chiqadi. Tayyor bo'lgan bo'ladi. Endi gumbaz shaklida qilib qozonimiz o'rta qismiga yig'ib olamiz. Menda suv kamlik qilganda salgina suv soldim. Dimi uchun. Har tarafidan mana shunaqa qilib teshachalar hosil qilib olamiz, yaxshi dimlanishi uchun. Endi esa guruchimizni ustki qismidan bir chetiga qovurib olgan sabzilarimizni solib olamiz. Qozon qopqog'ini qo'yib 20-25 minutga dimlab qo'yamiz. Mana oshimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, ko'rinishi ham juda ham chiroyli bo'ladi. Endi sabzilarni alohida olamiz.
aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Idishimizga guruchlarni yaratib, chiroyli qilib suzib olamiz. Mana suzib tayyorlab olganimizdan keyin ustidan sabzilarni qo'yib olamiz. Uni ustidan go'shtlarni qo'yib olamiz. Bedana tuxum bilan bezatib olamiz. Xohishga qarab bedana tuxum qo'yamiz, qo'ymasak ham bo'ladi. Mana oshimiz tayyor, juda ham mazali, ko'rinishi ham juda ham ajoyib bo'ladi. Tayyorlanishi ham oson. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi va foydali bo'ldi. Tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha omon bo'linglar. Videolarimni kuzatishda davom etinglar.